alaykum. Avvalgi darslarimizda biz sizlar bilan nevrozni tashxis qilishda, diagnozni qo'yishni o'rgandik. Bu safar bulardan qanday qutulishni o'rgatmoqchiman. Xo'p, panический atak, ya'ni mana shu holat bo'lganda, panический atak bo'lganda, hujumga o'tganda qanday qutulish kerak? Birinchi navbatda muzday suvni olib, yuzni yuvishlik, bo'yinlarni ishlashlik, mana shu holat, mana shu panический atak holatida zo'r yordam beradi. Ana shu yuzingizni yuvsangiz, muzdek iloji bo'lsa xolodilnikka bakalashga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, ana shu suvga qo'shib qo'yib turib, ana shu orqali muzday suvda yuzingizni yuvishligingiz juda ham zo'r samara beradi. Va undan keyin 4 sekund mobaynida chuqur nafas oldik va 7 sekund nafas ushlab turdik va 8 sekund mobaynida chiqardik. Xuddi shu narsani 3 minut mobaynida nafasni 4 sekund oldik, 7 sekund ushlab turdik va 8 sekund chiqardik. Mana shu juda ham effekti juda ham katta narsa. Mana shunda mana shu panический ataka bo'layotgan holatda qutulishlikda juda ham samarali yo'llardan shu. Yoki bo'lmasa boshingizni qimirlatmagan holatda, xuddiki qo'lingizni ko'rayotgandek bu tomonga bitta, bu tomonga bitta, xuddiki tasavvur mana bu tomonga bitta, bu tomonga bitta qarashligingiz bilan mana shu narsani takrorlab 3 minutga shu narsani takrorlasangiz ham mana shu panический atakada himoya qiladi. Yoki bo'lmasa doktorning tavsiyasi bilan antidepressantlar qabul qilsangiz ham bu ham foydadan xoli emas. Bu mana shu ayni yomon holatlarda chiqib ketishlarda ijobiy yordam beradigan narsalarni aytyapman. Endi bulardan chiqib oldingiz, 3 minut, 5 minut oralig'ida mana shu narsa takrorlanishi, ya'ni ertasi kuniga bo'ladi yoki boshqa kunda bo'ladigan holat bo'lguncha nimani anglab olishimiz kerak? Mana bu holatdan chiqib ketdik. Antidepressant ichdik yoki mana shu men aytgandek muzday suvda yuvdik, ko'zimizni o'ngga chapga qaratdik yoki nafas olish bilan to'xtatdik. Mana shu holatdan keyin bu narsa yana takrorlanishini oldini olishlik uchun endi anglab ketadi. Qo'rquv nimaga nisbatan bo'layotganini anglash. Aslida xavotir orqali qo'rquv alomatlarini o'zi kuchaytirayotganini idrok qilish. Masalan, yurak tez urgandek bo'lsa, organizm men xavfdaman deb o'ylab, xavfdan chiqib qochish uchun tez nafas olishi, muskullar qocha olishi uchun ularga qon, kislorod yetkazish kerak. Buning uchun esa yurak tezroq urishi kerak bo'ladi. Avtomatik bu narsani organizm, siz yuragingiz tez urgandek xavotirlanishingiz bilan, demak xavfda ekanman deb turib, organizm o'zi решение qiladi bu narsani. Mana shu narsada yana ham yuragingiz tezlab ketadi. Buning sababchisi, mana shu narsani panikani oshirayotgan narsa faqat o'zingiz ekanligingizni anglab olsangiz, shu narsada mana shu anglo yetib keladi. Mana bu narsani, men qo'ygan narsani qayta ko'rib oling va o'zingizga, fikringizga nima narsada, balkim boshqa narsada bo'layotganda o'zingizga moslashtirib ko'ring bu narsani. Va bundan keyin bo'layotgan voqelikka tasavvur, qo'rquv qayerdan paydo bo'lgan? Masalan, sabablarni yig'indisini topish kerak bo'ladi. Masalan, qo'shnimizning yuragi tez urib infarkt bo'lib qolganini eshitganman. U nimadan unaqa bo'lib qolganini, qo'rquv qayerdan kelayotganini bilishimiz kerak edi. Bilsak, o'sha qo'shnisi shunaqa bo'lganini eshitgan ekan. Qarindoshimiz yuragi tez urib insult bo'lganini eshitganman. Xo'p, televizor yoki internetda yurak tez urishi og'ir kasalliklarga olib kelishini aytishgan. O'sha unda informatsiya bor, qo'rqish uchun narsa bor. Ana qo'shnisi bu bunaqa bo'libdi, qarindoshi bunaqa bo'libdi va internetda shunaqa ma'lumotlarni olibdi. Endi shunday bo'lgandan keyin ana shularga nisbatan bunda sabablar yig'indisi bor ekan. Tasavvur qilishga asos bor ekan. Shuning uchun qo'rqyapti ekan. Shuning uchun uni yuragi tez urib ketyapti ekan. Shuning uchun panический atakaga hujumga uchrabdi u. Endi anglov, yana bunga ham anglov olib kelamiz. Rost, yolg'on. Qo'shni infarkt bo'lishidan oldin ikkita farzandi avtoavariyada o'lgan ekan. Uni surishtirsak, avtoavariyada o'lgan ekan yoki nimadir sabablar chiqadi. Xo'p, qarindoshim insult bo'lishidan oldin uyiga o't ketib, hech vaqosi qolgan ekan. Shunda siqilib, diqqatligi oshib ketib, shunaqa bo'lgan ekan. Bu hech o'z-o'zidan shunday yurak dikir-dikir bo'lib qolgandaylar, shunday bo'lib turibdi, infarkt bo'lib qolib yoki insult bo'lib qolmagan ekan. Ikkalasida ham ana aytayotgan odamlarda shunaqa narsa bor ekan. Endi internetga qiziqib, yurak haqida savollar berilganda ozroq xavotirda, yurakni tezroq urishi normal holat ekanligini internet aytyapti. Demak, internetda
bu narsa normalligini ham aytib o'tilib ketyapti. Shundan keyin bunda tushunchalar endi boyagi xavfli tushunchalar o'zgara boshladi. Uni yuragining tez urishi bilan bog'liq holat hech qachon uni insult yoki infarkt qila olmasligini to'liq anglagach, 100% tushungach, u bilan bo'layotgan holatlar xavfsiz. Demak, organizm yurak tez urishini o'zi tabiiy to'xtatadi mana shu holatdan keyin. Mana shu narsani anglab yetgandan keyin o'zi yo'q hech narsa, muammo yo'qligini. Qachonki tashqarida qor sovuq deb yoz faslida qo'rqib tasavvur qilsak ham, aslida qor sovuq yo'qligini 1000 marta tasavvur qilsak ham xavfsizlikda ekanligini anglagach, masalan hozir yoz, tashqarida qor, bo'ron, muzon bo'lyapti deb 1000 sovqatgan kishi bo'lib bunday qilib o'ranib olsam ham, bekinib olsam ham, sovqatayotgan kishi bo'lsam ham hech qanday qor yog'maydi, unaqa narsa yo'q. Shu narsani aniq anglab bo'lganimdan keyin, bu meni faqat tasavvurimdagi qo'rquv ekanligini anglaganimdan keyin men bilan boshqacharoq holat bo'ladi. Ya'ni mijozning eng qo'rqqan holatiga qarshiliksiz olib borishga harakat qilmaymiz. Qarshiliksiz. Ya'ni u qo'rqayotdi, men infarkt bo'lib qolaman, insult bo'lib qolaman, nimadir bo'laman deb qo'rqayotgan narsasi bor edi. Boyagidaqa hozir yozda qor yog'adi degandaqa. Masalan, uni xayolan infarkt odamga aylantiramiz. Aslida jismonan holatida infarkt bo'lmaganini anglaydi. Infarkt bo'ldim deb turib xayol qilsa, infarkt bo'lib qolmagan, hech narsa atrofida hech narsa o'zgarib qolmaganini, rostdan unaqa bo'lib qolmaganini anglab bo'lgandan keyin u aslida jismoniy holatda natijada mijoz yurak tez urishi hatto infarkt bo'laman deb qo'rqqanda ham xavfsiz ekanligini idrok qiladi. Yuragi tez urib ketganda infarkt bo'lib qolaman deb qolishlik ham xavfsiz, aslida hech qanday muammo yo'qligini anglaydi. Va shu bilan panический attakaga bo'lgan eng muhim narsalarimiz tugatiladi mana shu narsada. Endi buni yana keyingi darslarimizda kengroq berib boramiz. Hozirgi darslarimizda tushunchalar beryapmiz. Nimadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizga yozib qoldirsangiz, mana savollaringizga nisbatan biz javoblarga beramiz. O'ylaysiz, siz ko'rayotgan paytingizda men nevroz emasman-ku, menda bunaqa narsa yo'q-ku. Xo'p, sizda yo'qdir, qarindoshingizda kimdadir bo'ladigan bo'lsa, yaqinlar birodarlaringizda kimdadir bo'ladigan bo'lsa, mana bu ma'lumotlarni beradigan bo'lsangiz, birinchidan uni oldin hurmatingiz oshadi va ikkinchidan unga yordam bergan bo'lasiz. Xo'p, endi kunlik xavotirlarni ham yo'qotish kerak bo'ladi. Kunlik xavotirlarni. U qanday yo'qotiladi? Xo'p, masalan, o'ziga o'xshash yangi 10 ta narsaga almashtiramiz. 10 ta yengilroq tasavvurga almashtiramiz. Bunda ABC sxemasi ishga tushadi. Misol uchun, ertalabda qarasa, yuzim oqarib ketibdi. Kasalmanmikin, endi nima bo'laman-ekan, rah bo'lib qoldimmikin, nimadir bo'ldimmikin, endi chatoq bir narsa bo'laman degan qo'rquvni o'zi 10 ta yangi sxemaga olib boramiz. Sizda bitta fikr bor edi. O'zi ko'rdingiz, yuzingizni oqardingiz, men kasalman. To'shli, bo'ldi, tamom. Boshqa narsa yo'q. Endi tasavvurlarni kengaytiramiz. Masalan, yuzim choy ichmaganim uchun oqargandir. Xo'p, yaxshi uxlamaganim uchun oqargandir. Oynani shu'lasi tushib qolganligi uchun oqarib ko'rinayotgandir. Vitaminlar kamligi uchun shunaqa oqarib qoladi. Haligi go'shtsiz ovqatlar deb go'shtli ovqat yemay qo'yganim uchun bo'layotgandir. Va shunga o'xshash 10 ta narsani aytamizda, shunga o'xshash pasaytirib boriladi va bu hol normal holat ekanligini anglagandan keyin organizm bu holatdan xavotirlanmaydi. Chunki har kuni odam, nevroz odamlar ayniqsa kunda 5 mahal, 6 mahal mana shu arzimagan narsalardan xavotirlanadi. Mana shu xavotirlarga ABC sxemasi bo'yicha mana shu pasaytirib boriladi. Pasaytirib borilishda sразу men aytyapsiz, misol uchun, men kasalman, oqarib ketibman, kasalman. Yo'q, men kasal emasman, to'xtatib qo'yishning hech ham iloji yo'q va uni to'xtatishning iloji qanday? Mana tasavvuringizdagi yig'indilar to'plab borishimiz kerak, yig'indilar. Unchalik emas, masalan, o'ylash mumkin, choy ichmaganim uchun degan narsa sal yaqinroq, yaxshi uxlamaganim uchun degan narsa sal yaqinroqdan pastga tushib, oxiri normalga tushamiz. Meni bilishimcha tushuntira oldim, anglata oldim. Mana shu tushuntira olgan, anglata olgan narsamni ilojini boricha daftarga yozib chizib olsangiz va mana shu bo'yicha ishlaydigan bo'lsangiz, bepul davolana olasiz. Agarda shunda ham ilojini topa olmasangiz, menga aloqaga chiqing, men sizga amaliy yordam beraman.